Assalomu alaykum. Xiyobonda ishladik bugun mana. İşte yakuni bo'ldi. Endi hammamiz tarqalyapmiz uyimizga. Olti oldu mana. Obadan soat 6:00 da mana endi ishimiz tugab. Mana yakunlab, mana rahbar bilan. Rahbarlar rahbari. O komitetdan o'tiribdi, to'g'rida. Ichi pora ham bermadi bu yordam. Pepsi ham bermadi. Yaxshi uchastkovoyda borligi. Chanqab bo'lmanglar deb bitta Pepsi ham berdi uchastkovoy ukam Boburjon Tanjoni sog' bo'lsin. Mana shu yerlar mana yig'ishtirib endi uyimizga ketamiz endi. Ertaga ko'rishamiz endi hammamiz. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Haligi banitsani chiqaruvdim-ku, kanalizatsiyasini nima? Reanimatsiya bo'limini. Rahmat katta, mana oblsiyazdan kelib tekshirishib, kanalizatsiyalar to'g'rilab ketibdi. Bugun telefon qilib aytishdi. Opa rahmat, juda chiroyli qilib to'g'rilab ketishdi. Endi kafelini yopib bersa bo'ladi dedi. Shunchalik bizni videolarimizni e'tiborga olib, shunchalik e'tiborga olib, nazarga olib qilib berganiga Tanjoni sog' bo'lsin, hammasini rahmat katta. Yana ko'rishamiz sizlar bilan.